والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aziz mehmonlar, taklifga ijobat qilib siz aziz birodarlar bilan muloqotda turibmiz. Alloh taolo kelgan hamma mehmonlarni, qudumlarni xonadonga muborak qilsin. Xonadon ahli haqida kelayotgan kelin bilan kuyovlar haqlaridagi qilayotgan duolarimizni Alloh taolo ijobat qilsin. Ilohim yoshlar baxtli bo'lsin, xonadon obod bo'lsin. Kelinni qadami bilan birgalikda ham dunyolik ham oxiratlik barakotlilar yana ziyoda kelsin xonadonga. Mehmon va mezbon hammamizga Alloh taolo saodatli hayotlar, tariqi mustaqimda sobit qadam bo'lib, hidoyatli umr kechirishni hammamizga o'zi nasib etsin. Oqibatlarimizni mahmud aylasin. Haq taoloni muloqotini ishqida, shavqida, zavqida hayot kechirishni Xudo nasib qilsin. Xudo o'ziga yaqin qilsin. O'ziga yaqin bo'ladigan amallar nasib qilsin. O'ziga yaqin bo'ladigan axloq, odoblar Xudo nasib qilsin. O'zidan uzoqlashtiradigan har bir narsadan Xudo saqlasin. Aziz birodarlar, bizning fursatimiz qanday bir qisqaroq. Shuning uchun bir muqaddima qilib, asosan bu yerda suhbatda Rahmon berdi domla boradilar. Sizlardan bir uzun so'rab javob olamiz. Shu yerda men muqaddimada ozgina bir qisqacha bir gap, zarurat diniyalardan bo'lgan bir gapni aytmoqchiman. Vaizlarimiz, imom domlalarimiz borgan joylarida musulmonlar uchun zarur bo'lgan ham dunyoligi ham oxiratligiga zarur bo'lgan gaplarni gapirishlari kerak. Haligi suhbatni qanaqa mavzudagi suhbat bo'layotganligiga e'tibor berib, asosiy yo'nalishni o'sha bo'yicha olib ketib, o'ziga ko'z qo'ygandek bo'ldi deydigan mavzular juda zarur emas. Albatta u ham yaxshi-yu, lekin xalqni bir ehtiyojida bir muhim bir holatlar turganda yo bir foydali narsaga be'e'tibor bo'layotgan bo'lsak yoki bir zarardan bexabar bo'lib turgan bo'lsak, shu dinda, dunyodagi zararlardan ogohlantirishlik manfaatga chaqirishdan ham ko'ra zarurroq. Chunki biz o'sha kitobimiz bor, avval ilm deb aytiladi. O'shanda savol-javob bilan ketadi bu kitob. Shuni savollarining ichida bitta savol borki, qorilar deydi savol berib. Qorilar Qur'on o'qiyotganda nimaga avval Alloh nomi bilan bismillah bilan boshlamasdan shaytonni gapirishadi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim deb avval aytadi desa, javobiga aytadilarki, a'udhu billah daf'i madarrat. Bismillah jalbi manfaat. Daf'i mazarrat ahammas az jalbi manfaat deb qo'yadilar. Ya'ni a'udhu billahi minash shaytonir rojim deyishlik zararni daf'a qilish. Bismillahirrohmanirrohim foydani qo'lga keltirish, jalb qilish foydani. Foydani tortish. Foydani qo'lga keltirishdan ko'ra zararni daf'a qilishlik muhimroq. Misoli bir uyda usta bo'yog'ini qilyapti-yu, bir tarafdan o't ketib qoldi. O'tni o'chirish zarur. Avval o'tni o'chirib, keyin bu yog'ini bo'yaydi. Bu yog'ini bo'yapti, o't bu yoqdan o't ketsa ish bo'lmaydi. Avval o't o'chirish zarur bo'ladi. Xuddi shunaqa zarar muqaddam turadi foydadan. E'tibor avval zararga qaratilishi kerak. Zarardan himoyalanib olishimiz kerak, keyin bismillah deb foydani qila olamiz inshaalloh. Manfaatimizga harakat qila olamiz. Bugungi kunda men aytmoqchi bo'lgan narsa, ba'zi savdogarlarni beparvoligi natijasida xorijdan go'shtlar kirib kelyapti. Katta miqdorda go'shtlar kirib kelgan. Bu go'shtni endi ular bunaqa deb o'zlari javobini aytishi mumkin. Qaysi mamlakatdan qanaqa holda kelganini biz yaxshi bilmaymiz. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning bir muborak hadisi shariflari, nasihatlari borki, aytgan ekanlar: "Al-halalu bayyinun val haramu bayyinun va baynahuma umurun mushtabihatun fahdharuha." Aw kama qala sallallohu alayhi vasallam. Halol ochiq halol, harom ochiq harom.
Bu ikkalasining o'rtasida shubhali narsalar bor. Shundan ehtiyot bo'linglar deganlarda. Qur'oni Azimuşşa'nda jannatlarning ta'rifotlari o'tgan joylarda, jannatdagi noz-ne'matlar, jannatdagi oromgohlar, jannatda anhorlari, jannatning mevalari, jannatdagi hurlar bayon qilinganda, behisob endi jannat ne'matlari hammasini uiddat lil muttaqin deb keladi oxirida. Ya'ni taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan. Taqvo aziz do'stlar eng muhim narsa. Taqvo eng muhim narsa. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shu taqvo borasida juda gaplari ko'p, juda ham gaplari ko'p. Jumladan bittasini Mulla Ali Qori rahmatullohi alayh Muxtasar Viqoyani sharhida Kitob Bayda keltirganlar. Ar-rajul yutilu safar ash'afu wa aghbaru ma'kaluhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun yaqulu rafi'an yadayhi ya Allah fa anna yustajabu zalika degan hadislar bor. Bir kishi uzoq safar qiladi. Bu hayot endi bu. Hayotda aytyaptilar. Hozir biz safarda ekanmizda, oxirat safarida ekanmizda. Biz musofir ekanmiz do'stlar, uylarimizga. Mehmon ekanmiz bu dunyoga. Qarang, bir kecha mehmonimiz dunyoga hecha deganlar bormi? Bu kecha ne kecha bizdan bu kechami shunaqa? Ne ishlar kechadir bizdan bu kecha. Ne ishlar kechadir bizdan bu kecha. Mana nima boshi? Bir kecha mehmonimiz dunyoga hecha. Ana. Bu kechami, bir kechami? Bu kecha bir kecha bo'lsa kerak. Bir kecha mehmonimiz dunyoga sal o'zgarib qolyapti kerak. Kecha dunyoga hecha. Bir kecha mehmonimiz dunyoga hecha. Shu she'r uncha o'xshamayapti-da. Bir narsasi chata qarab olasiz kitobdan. Bir kecha mehmonimiz dunyoga hecha. Dunyoni hech narsa emas deyaptilar-da. Foniy dunyoga bir kecha mehmonimiz. Na ishlar kechadir bizdan bu kecha. Bizi boshimizdan bu kecha nima ishlar kechadi deyaptilar-da. Mana shu dunyoda, ya'ni musofir ekanmiz. Aytibdilar shu hadis sharifda payg'ambarimiz alayhisalom bir yigit uzun safar qiladi. Sochi to'zigan, oyoqlari chang, yalangoyoq, yalangbosh, tuproq, kiygan kiyimi harom, yegan ovqati harom, ichgan ichimligi harom. Qo'lini ko'tarib yo Alloh deydi. Qayerdan ijobat bo'lsin unga? Duolar ijobat bo'lishi uchun, o'qiyotgan namozlarimiz qabul bo'lishi uchun halol yeyishimiz kerak. Halol ichishimiz kerak, halol kiyishimiz kerak do'stlar. Taqvoni haddan imkon o'ylashimiz kerak-da. Shundan ehtiyot bo'linglar. Mana shu atrofdan kelgan go'shtlarni somsaxonalarga, shashlikxonalarga borayotgan, magazinlarga tarqatgan hozirlar go'shtlarni. Magazinlarda, oziq-ovqat magazinlarida go'sht sotyapti. Qassobxonada sotiladi go'sht. Hozir magazinlarda, oziq-ovqat magazinlarida go'sht bor. Bu biz yosh bola vaqtimizda Sovet davrida magazin go'shti bo'lardi. Biz Neftprom degan joyda turamiz. Neftprom bu endi haligi Moskovskiy обеспечение yerda shu vaqtida Moskvadan ta'minlanardi. Andijonda shaharda bo'lmaydigan oziq-ovqatlar bizda Neftpromda bo'lardi. Go'sht uzilmasdi, harom go'shtlar. Magazin go'shtini harom deyilardi o'sha vaqtida. Haqiqat kim so'yganini birov bilmaydi uni endi. Haligi hadis sharifda o'ylasak, halol ochiq halol, harom ochiq halol, harom ochiq harom. Ikkalasining o'rtasida shubhali narsalar bor. Shundan ehtiyot bo'linglar. Demak biz yeydigan taomimizni aniq halollab yeyishga urinaylik. Xudoga shukr biz mana shu xamir turishli nonni yeydigan bo'ldik. Hozir mana shu dasturxondagi non xamir turish noni Chinovatda. Chinovatliklarga rahmat, shuni aytadi. Mana shu do'stlarimiz shunchalik pokiza holatda yo'lga keltirishdi. O'sha xamir turishli drojani nimaligini bilmasdik. Uni televizorlarda ham yomonlashgan, lekin televizorda yomonlaganlar uni bir haligi jismoniy zarari haqida gapirishgan. Biz buni nimaligini bilmaganligimizdan, uni zararidan qo'rqmaganmiz biz.
ehtimol bir kasal bo'lib qolarmiz, biladi. U hech narsa emas kasal bo'lib qolish. Harom narsani yeb olish yomon. Kasal bo'lib qolsa o'lar odam, bu 5 kunlik dunyo-yu endi. Bar o'tamiz dunyodan endi. U vahim emas. Ammo harom narsani yeb olib, umid bilan o'qiyotgan namozimiz qabul bo'lmasa-chi? Umid qilib qilayotgan duolarimiz ijobat bo'lmasa-chi? Xudo shundan saqlasin do'stlar. Bu yomon narsa, bu muhim narsa mana shu yerda. Shuning uchun taqvodorlikni Xudo nasib qilsin. O'sha savdogarlarimizni ham haqqiga duo qilinglar, Xudo ularga ham tavfiq bersin. Bu xalqimizga, mamlakatimizga oziq-ovqat olib kelayotgan boylarimiz, savdogarlarimiz pul deb o'ylamasin, balki xalqni ta'minotini o'ylasin. Halol taom yesin xalqimiz. Namozi qabul bo'lsin, duosi ijobat bo'lsin xalqimiz degan umid bilan halol taomlarni keltirsin. Rasmga olib, videoga olib so'yayotganni shunaqa qilishadi endi uni. Ishonmaymizda shunga, hali ko'nglimiz ishonmaydi. Unaqa hiyla ko'pda. Braziliyadan kelayotgan go'shtlarni arab mamlakatlaridan halol degan pechat bilan surishyapti. Tovuq go'shtlariga halol degan pechat bilan suraveradi. U tovuq go'shtini o'zimizda so'yganini ham o'zi o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Tovuqning go'shti xiyirroq bo'ladi. Haligi qornini yormasdan tozalamay turib, haligi qaynoq suvga sovurar ekanda patini yuvish uchun. Ana shu qaynoq suvga tushganda ichidagi najosat issiqni harorati natijasida go'shiga siroyat qiladi. Shu sababdan shuni karohiyat bo'lib qoladi bunda. Harom bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun tovuq go'shtini o'zimiz so'ymasak biz yemaymiz. Endi taqvodorga Xudo nima yesin, buni Xudo nasib qilsin hammamizga ham. Shuni aytmoqchiman. Nima demoqchiman? Magazindan masalan arzon 55 ming so'mga chiroyli go'sht beryapti-da. Biz olamiz go'shtni, o'zimiz ham qo'y so'ysak, mol so'ysak yetmay qolsa, qassobdan go'sht olib kelamiz. Ishongan qassobimiz bo'ladi. O'sha qassobdan go'sht olamiz, suyaksiz go'sht beradigan bo'lsa 85 ming, 90 mingga beradi. Magazinda 55 ming so'mga turibdi-da u go'sht. Hamadan 55 ming so'mga olaman deb, ashi go'sht bilan lag'manizmni, oshizmni o'sha go'shtdan qilib qo'ymangki, odamlarning ibodatlari chalkashib qolmasin, duolar ijobat bo'lmay qolmasin. Keling undan ko'ra go'sht solmasdan qiling. Uyatmang, go'shingiz yo'q bo'lsa hech ham xijolat qilmang. Go'shtli ovqat yeyishga yeyamiz ko'p marta, piyo va sho'rvalar ichib yurgan odammiz, biz unaqa boy emasmizki, unaqa maishat parast emasmiz endi. Halol bo'lsin. Non bilan suv qo'ysangiz ham, choydan bermasangiz ham rozimiz to'yingizga kelib sizni. Shunda shu nonni choyga chilab, suvga chilab yeb ketib haqqingizga duo qilib ketaveramiz biz. Ammo harom narsa yegizmang xalqqa. Xalqqa halol narsa yegizing. Dasturxonda ovqatni zo'r qilaman deb arzon go'shtdan olib kelib ish qilib qo'ymanglar, bolalar, shu yerga to'ringlar. Shundan Xudo saqlasin. Men aytmoqchi bo'lgan gapim shu. Rahmat. Yaxshi zamon kelgan, yaxshi podshoni Xudo bergan. Endi biz podshoni duo qilamiz, mamlakatimizni duo qilamiz, xalqimizni duo qilamiz. Umid bor duolardan. Albatta Xudo ijobat qiladi. Lekin ijobatning sharti halol taom. Xalqum toza bo'lish kerak. Yegan taomimiz toza bo'lsin. Kiygan kiyimimiz toza bo'lsin. Kiygan kiyim daromad pok bo'lish kerak. Shubha bo'lmaslik kerak daromadimizda. Taqvo asosiy narsa do'stlar. Amin. Ilohim halollik nasib qilsin. Taqvoga Xudo nusrat bersin ilohim. Duolarimiz ijobat bo'lsin. Xalqimiz, mamlakatimiz, yurtimiz, rahbarlarimiz, fuqarolarimiz hammasi obod bo'lsin ilohim. Va sallallohu taala ala rasulihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum. Bir safarimiz bor, duo qilib qo'yinglar. Safarimiz bexatar salomat borib kelaylik.